Assalomu alaykum, azizlarim, yaxshimisizlar? Kunlaringiz xayrli, barakatli o'tsin. Tez kunda Xudo xolasa 27-may, 28-may kunlari Agrada, ya'ni bobokalonimiz Bobur Mirzo shu Hindistonni poytaxt qilgan Agra shahrida juda katta bayram bo'ladi. Nasib qilsa taklif qilishgan. Men ham boraman, Xudo xolasa. Puja bayramida bo'lar ekan, bularda bu ularning ibodati, endi qanaqadir diniy bayramlardan biri. Birinchi kuni shu o'yin kulgi, raqslar, har xil tomoshalar, ertasi kunga Xudo xolasa yana endi hozirdan men aytmay qo'yay, sizlarga syurpriz bo'lsin, Xudo xolasa. Shu ko'pchilik aytardi, Hindistonda qanaqa bir bayramlar, to'ylar bo'lsa ko'rsating deb, Xudo xolasa nasib qilsa ko'rsatamiz. Yana biz o'zbeklardan bularda farq qilgan tomoni, Hindistonda hind xalqi endi aksariyati uyiga mehmon chaqirmaydi. Shunaqa odatlari bor. Kamdan kam holatda o'zini quda andalari bo'lsa yoki bir do'stlari bo'lsa, yaqin juda ham. Shundagina uylariga mehmon chaqiradi. Endi Shelender, Ajay, Bisujitlar endi menga juda ham bir yaqin inson bo'lganligi uchun o'tgan yil ham uylariga mehmonga chaqirgandi. Bu yil ham mana to'xtamasdan hammalari mehmonga chaqiryapti. Hattoki yangi kiyimlar ham olib berishgan. Bularni ham Xudo xolasa nasib qilsa ko'rsatishga harakat qilaman. Ahmad aka, assalomu alaykum. Bizning mana bir bemorimiz. Hozir Xudo xolasa Ahmad akam haqida ham ozgina video joylab qo'yaman. Shu yerdagi mana bemorlarimiz qanaqa yashayapti, nima qilyapti bo'sh vaqtlarida. Hozir o'zlari ham kelib qoldi. Aka, yaxshidan bo'ling, sog' bo'ling, aka. Ajoyib inson Ahmad akam. Undan tashqari mana Allohga shukr bemorlarimiz juda ham yaxshi. 3 ta jigar peresadka bo'ldi. Yana bittasi Xudo xolasa shu haftaning oxiriga bo'ladi. Bahodirjon Xudo xolasa duo qilib tursalaringiz, hammalari yaxshi, Allohga shukr. 2 ta pochka peresadka bo'ldi. U ukalarimiz ham Allohga shukr juda ham yaxshi. Undan tashqari onkologik bolajonlarimiz Surxondaryodan, Toshkentdan ular hozir davolanyapti. Ko'plab mana sarkoma, saraton, rak bolajonlarimiz, genetik bo'yicha bolajonlarimiz Allohga shukr kelishib, davolanishib yurtimizga qaytib ketdi. Shu biz bilan kelgan ko'p bemorlarimiz Xudoga shukr juda ham sog'liqlari yaxshi. Nasib qilsa 27-28 kunlari albatta iloji boricha harakat qilamiz sizlarga haqiqiy hindlarda hayotini ko'rsatib bergani. Endi bu bitta videoga sig'maydi, shuning uchun bir 3-4 ta video qilamiz Xudo xolasa. Undan tashqari shu qishloqda ham aylanib iloji boricha odamlarini, yashash sharoitlarini ko'rsatib berishga harakat qilaman. Allohga emanet sizlarni, sog' bo'linglar. Bizi kamtargina dasturxonimizda tog'ajon. Tog'ajon bir narsa deb qo'ying mana endi. Bizni ko'rib turganlarga. Endi bo'lgan ekan 61 ga to'libdi. Uyga to'lganda uyda boshqa bo'ladi. Ukalarim ham kutib o'tiribdi. Xudo xolasa. Endi mashina bo'lsam kichkina yana o'tib turamiz endi. Ahmad akam pulga kuni. Yoshlarning ko'rib yursin. Yuzlarga kiradi. Yuzlarga kirsin. Ha. Ilohi Mirzo bo'lsa aka. Endi kamtargina dasturxonda bu. Hindistondagi o'zbek oshxonasi, tog'ajon. Hindistondagi o'zbek oshxonasi, O'roz aka Farg'onadan, tog'ajon Namangandan. Yoshlari Hindistonda. Hindiston bo'lgasiga qo'ydi. Ha, bu shakaroblar. Ha, eronliklar olib berishadi, yopishadi tandirda. Bu hangi nima daqiqa mana to'g'rilab qo'yibdi. Tayyor qilib. Ay. Yo'q, ishtaha. Mashina yaxshi. Qo'ysangiz, anagimda qo'yib qo'ysangiz, o'zi qurib qotib turadi. Mashinada o'sadi. Ochmaydi, ochib qo'ysangiz. Ha, ochib qo'ysangiz. Dostonbek, o'tinglar bak, o'g'izjon. Bu bolalarda Ana Sher Samarqanddan, Dostonbek Farg'onadan, mana ukalarimiz.
Doğru darman git var da kol kol diyor. Bunu toplanan kol diyor. Akabaka jirekle var. Onun az tayla var. Shavkatjon keling. Aşağı. To'xtang. Shavkatjon Jizzaxdan. Hani kattalar oynayacak. Faqat Shavkatjonga osh ko'p yeyish mumkin emas. Direkt karşıysa bu. Başı mümkün ya. Ana ben aldım orada. Bismillahirrahmanirrahim. Oling, O'roz aka. Oling. Hadi bismillahirrohmanirrohim. Sizdan oling. Bo'ldi, olyapman, toza sizlar olinglar. Otan soğuk korkuyor. Deyman. Video uchun qo'yaman. Yo'q, oling, qani bismillahirrohmanirrohim. Qoshiqchi. Ha, mana olib kelyapti Ahmad aka. Senin şu var gibi. Kana oling. Yakınlar mı? Yakınlar mı? Yo'q, yaqinroq qo'yinglar. Mana. Mana shu yerda xudo xolasa sizlar ketasizlar. Chiqsa? 9da kesimdan mashina, probka bo'ladi ukajon. Ayting. Shuning uchun hali kech qolmanglarda, ro'yxatdan o'tish kerak. Nima qilasizlar? Mana azizlarim, shu bemorlarimizni yaqinlari, bemorlarimiz duo qilasizlar. Hammaga shifosini komil qilib bersin. Hindistonga hamma shifo izlab, shifo talab bo'lib kelgan. Shu shifosini topib borsin hammasi. Ha, Shavkatjon? Shunday bo'ldi, hammani shifosini. Shavkatjon ko'rganimizda doim aytamizki, parhezga amal qilinglar, iltimos qilaman. To'g'rimi? Shavkatjon parhezni biladi. Haqiqatda bo'lib ketganlarning ichiga eng zo'r parhez bilan Shavkat aka biladi. Shunday. Nasıl ko'rsagan? Guinness rekordlar kitobiga kirgan. Hazillashyapmiz-ku, lekin dori yeydigan vaqt keldimi? Ha? Dori yeydigan vaqt keldimi? Ha. Yo, hazil qilyapmiz. Shavkatjon, to'g'risi bu haqiqat. Boshqa kasallarga, mana jigar sirroz bo'lgan kasallarga ibrat bo'lsin. To'g'rimi? Shunday. Ovqat yemasin. Ya, gap ovqatda parhezda. Ahmet Ahmet dedi. Hamma narsa parhezda. Parhezga qarash kerak. Parhez qilmagan odam qiynalar ekan. Bu yerga kelib qiynalib yuribman. Parhez qilmagan odamning narxi 8 000 9 000 dollar ekan deb yozib qo'ydi. Ha, shunday. Bu aka biladi. Hamma so'raydi. 16,5 ming aka. 16,5 ming. Parhezda qilmagan. Ha, boshida o'tganlar aytyapti, shunday. 16,5 ming ketdi aka. Shuning uchun parhez qilinglar, ko'rib turgan insonlar borda. Ahmad akam, lekin malades. Bu yerdan parhezda. Parhezda Ahmad akam. Parhez parhez. Nimaga? Parhez qanaqa? Donorlar yana qat'iy yo'q. Yo'q, akajon, baribir siz ertagi jicha bo'lsa ham 1-2 oy nima qiling-da, o'ziga tot qiling. Bana cevap verdi biz aşı. Ha, javob berib vizasi yo'q, yaxshi-ku Ahmad aka. Ahmad aka bilet olib bular ketamiz. Hech kim ketaverasiz. Shu Namanganning ustida Hech kim ketaverasiz, borgancha ketasiz. yetdi. Men borganda agar pul berib borsa, qaytmam kelasan. Yaxshi niyat qil. Xudo hammasi Qaytga men endi dedim. hammasi yaxshi bo'ladi. Sizlarni borlaringizga shukr. Sog' bo'linglar hammalaringiz. Tamam, yesa aka. 6 kilo azib. Yaxshi-da. Lekin uyga borgandan keyin bir oy zo'r bo'ladi. Burada 4 ta gap bor. Ha, lag'mon, osh. Ko'chaga chiqib ko'chada osh, ko'chada oshlar o'tkazib Havo tekkan oldu. Ol tapizman. Yo, Navoto o'shalarni Asal yaxshi. Ha. Asal yaxshi. Shavkatjon, siz mana shakarobdan yeng. Shu sizga foyda. Ha, yeyman. Sizga shu juda foyda. Rahmat. Sangiz men o'zim o'rnatma, yo'l bo'laman. Shavkat aka, Yani ketayotganimda
Birlik 9 kilo tuttu. Senin şeyini var ya. Yani hatta- bağırır. 8 ay boğulu bir şey yani. 68 kilo. Yok, mazlum durumlarımdan o şey söylüyor. O'rozaka ham semirtirishimiz kerak endi mana. Peki. Dori topish kerak o'shanga. Necha kilo semirdingiz hozir O'rozaka? To'rtta Necha kilo semirdingiz hozir? 3-4 kilo, 3 kilo bor. 3 kilo semirdingiz ha? Ha, O'zim yana bildim-da. ha, yana bir oy yurasiz. Hozir Mana uch olsangiz ko'rgingdan ko'p qo'l ekan. Yo'q, hamma ozyapti, O'rozaka ham semiryapti nabaroq. shunaqa. Ya sizga vitamin olib beramiz ketishda, O'rozaka. Rossiyaga borsam 1 oyda semirdim. Ha. Nimaga degansizlarki, gormoni bor vitaminlar borda, odam semirtiradi. Tabletka 3 oylik. Shuni olib beramiz, semirasiz. Lekin semizlik kasallik, shuni bilib oling. Semirgan odamda kasallik bo'ladi. Sizda hozir kasallik yo'q. O'shaning uchun doktor Karimning gapi bor. Kim ko'rsa dori yozib bermaydi-da, birinchi o'rinda parhez qilib ozigin deydi. Jigarni yog' bosganlar bor-ku, ozigin deydi. Ana senlarda bular. Assalamu alaikum, Imrani channel, Rahmatullah Kazur, so хорошо. Rahmat, senlarda bular, rahmat. Başka bir madde var. Yo'q, ular fitnessdan kelishyapti, shug'ullanishib kelishyapti. Hangi bir karşılık bekliyor? मेरी बातों में तेरा जिक्र सदा मेरी याद में तेरी फिक्र सदा मैं जो भी हूँ तुम ही तो हो मुझे तुमसे मिली अपनी अदा क्योंकि तुम ही हो, अब तुम ही हो, जिंदगी अब तुम ही हो, चैन भी, मेरा दर्द भी, मेरी आशिकी